shu darajada sharoitlar yaxshi bo'lib ketdiki, mana ichki ishlar xodimlari xavfsizligimizni ta'minlab turibdi, misol. Обязательно Toshkent City'ning har bir burchagida охраналар, Milliy gvardiya xodimlari tinchligimizni saqlab turibdi. Oddiy piyodalarga ham mana xizmat ko'rsatib turibdi, xavfsizligini ta'minlab. Просто respekt deymiz. Shuning uchun ham O'zbekistonimiz tinch, hamma baxtli, xalagan tochkasida oila a'zolari bilan bemalol aylanadi. Ko'z tegmasin. Mana har bir burchakda Milliy gvardiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari hamma yerda xavfsizligimizni ta'minlab turibdi.